Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar, qadrli dindoshlar, Umra ziyoratiga bormoqchi va ota-onasini jo'natmoqchi bo'lganlarga litsenziyalangan qonuniy firmadan Umra ziyoratiga qisqacha intervyularni qilib beramiz hozir. Aka qalaysiz? Kayfiyatlar qalay? Salomatmisiz? Yaxshimisiz? Aka obunachilarimizga bir qator qisqacha ma'lumotlarni berib o'tsangiz, qayerdan reyslar bor, narxi qanchadan? Avvalambor assalomu alaykum. Xo'p, reyslarimiz Toshkentdan, Andijondan, Farg'onadan, Namangandan bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona, Toshkentdan reyslar bor demak. Ziyorat necha kunlik bo'ladi? Ziyoratlarimiz 14 kunlik bo'ladi. 14 kun davomida bo'ladi ziyoratchilarimiz. Umrada, Saudiyada demak. Saudiyada, ha, albatta. 50 boshi birga ketadimi? 50 boshi birga olib borib, birga olib kelib qo'yadi. Andijondan ham, Farg'onadan ham, Toshkentdan ham birga ketib, birga keladi. Shunaqa, shunday. Gostinitsaning masofalari qancha bo'ladi aka? Qiziqarli ma'lumotlarni berib o'taylik. Xo'p, mehmonxonalarimiz 5 ta mehmonxona bilan shartnomamiz bor. Hozirda Makkada. Ha, Makka hududida. Madinada? Madinada ham shunaqa. Madinada ham shunaqa. Hurmatli vatandoshlar, past raqamlarda qoldirib qo'yamiz operatorlar raqamini. Aloqaga chiqib batafsil ma'lumotlarda operatorlardan olsanglar bo'ladi. Aka ovqatlari qanaqa bo'ladi? Ovqatlari Madinada 2 mahal bo'ladi. Madinada 2 mahal o'zbek milliy taomlar. O'zbek milliy taomlar. Makkada? Makkada 3 mahal issiq ovqatlarimiz bilan ta'minlaymiz. Marg'ilonli povurlar. Ertalab, obed, kech paytga beriladi demak. Ha, shunday. Ovqatdan muammo yo'q. Ziyoratlari nechta ziyoratga boriladi? Ziyoratlari xo'p, 10 ta ziyoratga olib boriladi. Makkada ham Madinada 10 ta atrofida demak ziyoratlar bor. Qizil dengizlari ham bor. Qizil dengizlari ham albatta bonus qilib qo'shib beriladi. Hurmatli vatandoshlar, 14 kunlik ishonchli litsenziyalangan firmadan Umra ziyoratiga bormoqchi bo'lgan vatandoshlarimiz bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Mana Hikmat Travel bo'ladi. 04-sonli litsenziyaga ega bo'lgan Andijon dilerligi, mana Murod akamiz Andijon dilerligini menejeri bo'ladi. Bir qator batafsil ma'lumotlarni oldik. Agar sizlar Andijonlik bo'ladigan bo'lsanglar, kelib Murod akamiz bilan mana shu Andijondagi ofisimizda o'zida kelib ko'rishib, pasportlarni berib javob olsanglar bo'ladi. Aka narxlarni ham aytib o'taylik endi video tugatishdan oldin. Andijon reyslari narxi qanchadan? Andijon reyslari hozirgi kunda $1100 dan bo'lyapti. 1100 dan bo'lyapti. Chegirma qilib berasizmi obunachilarimizga? Obunachilarga chegirma qilib beramiz. Bitta oiladan 3 ta, 4 ta bo'lsa, unga qarab gaplashaveramiz. Ko'pchilik bo'lsa demak, ko'pchilik bo'lsa chegirmasi shunga qarab narx tushaveradi. Farg'ona reyslari qanchadan? Farg'ona hozirda hammasi shunday. Hamma reys shunaqa. Hamma reys shunday. Toshkent ham shunaqa. Toshkent ham shunaqa. Chegirmani demak odam soniga qarab chegirma qilib berasiz. Aka keling qarang, bir ish qilaylik. Vohadan, Tojikistondan keladigan vatandoshlarimizga, shu Umra ziyoratiga Hikmat Traveldan Murodjondan boraman deb kelgan vatandoshlarimizga shu gostinitsani besplatniy qilib bersak. Bo'ldi, xo'p bo'ladi. Toshkentda bir kunlik gostinitsani besplatniy qilib bersak. Toshkentda o'zimiz ko'taramiz. Kelib, dam olib, gostinitsada ertasi kuni chiqib ketsa nima deysiz? Ma'qul bo'ladi. Samolyotlar nechtalik bo'ladi? Samolyotlarimiz 300 ta, 200 talik bo'ladi. Samolyotlarimizda ham ovqatlar bilan ta'minlanadi. Samolyotda ovqatlar beriladi demak. Qizil dengizlari bor. Qizil dengizlari bor. Hamma ziyoratlarga boriladi. Hamma ziyoratlari zo'r. Xursand bo'lib, ko'ngli to'lib ketishadi. Kanalga obuna bo'linglar, keyingi videolarni o'tkazib olmasligi uchun albatta kanalga obuna bo'lib, bitta like bosib qo'ysanglar, videomiz ko'proq odamlarga ko'rinadi, tarqaladi. Albatta sizlarga oson bu narsa. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.